Rivoyatlardagi goy-goy tinxuashuy, ya'ni sizni yuvvoshlarcha gap anglaydigan qilib qo'yadigan narsa zoti qanchalik qo'rqinchli. Bu narsa 10 minutda sizning qarshilashish iqtidoringizni yo'qotib etadi. Hatto o'shingizga kelgandan keyin sizga qilingan ishlarning birshimi esingizda qolmaydi. Bu xil sizni nima desa anglaydigan qilib qo'yadigan suyuqlikning ilmiy atalishi bo'lsa gidroksi butrik kislotasi, ya'ni GHB bo'lib, dastlabda meditsinada narkozning o'rnida ishlatilgan. Undaqda bu narsa iste'mol qilingandan keyin badanda qanday ahvol ko'riladi? Oz miqdordagi GHB badan kirgandan keyin cho'ng miyadagi nerv sistemasi binormal holatda dopamin ajratib chiqarib sizning kayfiyatning yuqori pallasiga yetkazadi. Bu chaqda siz xatolarcha shirin muhabbatga kirdim deb o'ylab qolasiz. Amaliyotda bu dal qiltoqning boshlanishi hisoblanadi. Dorining badanga tarqalishiga ergishib, yurakingizning so'qishimi asta-asta ostilaydi. Muskullaringiz bo'shab, siz kontrol qila olmaydigan holatga yetadi. Asoshingiz joyida bo'lmaydi. Beshingiz qiyib, gap anglaydigan bo'lib ketguncha faqat 15 minut vaqt ketadi. Eng qo'rqinchlisi bu xil dori as saqlash iqtidoringizni yo'qotib etadi. Shu sababdan siz o'zingiz qilingan haqoratni ko'rgan bo'lsangiz-mu, dorining ta'siri yong'anda hech narsani esingizga ola olmaysiz. GHB ga o'xshaydigan yana Sanzolin qatorliq davlat tizginlaydigan ro'yi kasalliklarga ishlatilgan dorilar bor bo'lib, ular o'xshash holda turoqsiz, rangsiz, unumi tez bo'lishdek alohidliklarga ega. GHB ni misol olsak, iste'mol qilingandan keyingi 8 soatdan 12 soatgacha suv bilan karbonat oksidga ajrab hech qanday iz qoldirmaydi. Uningdan boshqa jinoyatchilarning qo'llanadigan vosita intayin odamni qo'rqitadi.